Amudaryo tumani Amudaryo daryosi bo'yida joylashgani, shuningdek hududdan A380 xalqaro avtomagistralining o'tishi tufayli turizmni rivojlantirish uchun noyob va qulay imkoniyatlarga ega hudud hisoblanadi. Tuman tabiiy manzaralari, tarixiy yodgorliklari hamda boy madaniy merosi bilan ichki va xalqaro sayyohlar uchun katta qiziqish uyg'otadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan 248-sonli qarorga muvofiq Qorao'zak va Amudaryo tumanlari hududida joylashgan Amu-Qaratov dam olish majmuasini zarur infratuzilma bilan ta'minlash belgilangan. Ushbu hududda tasdiqlangan master reja asosida zamonaviy turizm obyektlarini barpo etish, shuningdek, xalqaro turizm loyihalarini amalga oshirish uchun keng istiqbollar mavjud. Ushbu loyihaning asosiy yo'nalishlari: hududda ziyorat va sarguzasht turizmini uyg'unlashtirgan noyob yo'nalishlar shakllantirilmoqda. Sayyohlar uchun muqaddas qadamjo sanalgan Shayx Jalil bobo maqbarasi, tarixiy Abu Muslim qal'asi, balandlikdan uchish imkonini beruvchi zipline, manzarali osma ko'prik, zamonaviy kanat yo'li, tog' yo'laklarida hiking marsrutlari, panoramali kuzatuv maydonchalari, tabiiy yodgorlik, teshik-tosh kabi obyektlar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Agroturizm yo'nalishida esa mahalliy turmush tarzi va tabiiy boyliklar asosida sayyohlik infratuzilmasi rivojlantiriladi. Jumladan, zamonaviy agroturizm majmualari, Amudaryo qirg'oq bo'yi sivilizatsiyasi muzeyi, chorvachilik va asalarichilik mahsulotlari savdosi uchun maxsus do'konlar, tabiat manzaralarini tomosha qilish uchun kuzatuv maydonchalari, qayta tiklanuvchi energiyaga asoslangan shamol tegirmoni barpo etiladi. Loyiha doirasida mehmonlar uchun qulay va zamonaviy sharoitlar yaratish ko'zda tutilgan. Jumladan, ekologik toza ekopark, sun'iy va tabiiy ko'llar, milliy ruhdagi o'tov o'rinlari va zamonaviy kapsula otellar, baliqchilik xo'jaligi, biznes va tadbirlar uchun konferens zallari, piyoda sayr va dam olishga mo'ljallangan treyl yo'laklari, velo-piyoda yo'laklari, sport va sog'lomlashtirish maydonlari, yozgi hordiq uchun plyaj hududlari, suv bo'ylab sayohatlar hamda tabiiy muhitni asrashga qaratilgan qo'riqxona tashkil etiladi. Amu-Qaratov dam olish majmuasi bu nafaqat turizm maskani, balki iqtisodiy faollik, yangi ish o'rinlari va hududning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi yirik loyiha hisoblanadi. Ushbu majmua Amudaryo tumanini xalqaro turizm xaritasida munosib o'ringa olib chiqishga xizmat qiladi.